Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun Mahmudjon kanali Toshkentga yetib kelganmiz. Toshkentda do'stlar, xudo xolasa narxlar tushirganmiz va xalq uchun qo'llab-quvvatlaydigan, podдержка qiladigan vatandoshlarimiz uchun haqiqiy pul toparlar makoniga kelganmiz, Toshkent Motorsga. Bugun xudo xolasa birgalikda biz bilan Farzona qiz chiroyli qilib issiq demasdan akalar +45 gradus issiq bo'lyapti Toshkentda, lekin shu qiz xudo xolasa narxlarni arzonroq qilib berasiz obunachilarga. Albatta, Mahmudjon o'z assalomu alaykum avvalo. Mahmudjon o'z assalom. obunachilar hamda Toshkent Motors kuzatuvchilari. Mana bugun sizlarga tinib tinchimagan bartovoy mashinalarimizni anzorini qilib o'tamiz. Issingiz suv demasdan. Mana do'stlar, oyiga kerak bo'lsa $1000 pul topsanglar bo'ladi bu mashinadan. Faqat harakat qilish kerak xolos do'stlarim. Aytilganda bunday bongolar damini beraveradi bu mashina, to'g'rimi? Albatta. Bunday Portoga o'xshaydi, lekin bunday Porto qiladigan ish qiladi. Undan ham kam yoqilg'i sarflaydigan jak mini anaqamiz, Bartoyimiz. Pul topar haqiqiy do'stlar mashina. Boshlaymiz. Mashinasidan boshlaylik endi. Xo'p, Mahmud aka qarang, buni menimcha sizni kanalingizga obzor qilganmiz. Xo'p. Obzor qilgan bo'lsak, mijozlarimizni bilib o'tishadi. Yana bir marta aytib o'tamiz. Buni bortini uzunligi 310 bo'ladi. 310 ga 165 bo'ladi. Bemalol mebel sexida ishlaydigan mebelchi akalarimiz, oyna tashuvchi akfa deysizmi, liboy narsa bo'ladi, chunki 3 metrdan uzunda bu. Keyin tirikchilik qilayotgan akalarimiz ham meva tashishadimi, xolasa yuk tashishadimi, uzunligi yetadi demoqchiman. Gap bo'lishi mumkin emas. Undan tashqari materiali deganlarga bularni do'stlar o'sha bortlari xudo xolasa qalin materiallardan. Juda ham baquvvat bo'ladi mashinasi. Aniqa 4 tonna, endi 4 tonna deyolmayman, 3,5 tonna ortsalar ham, bu menimcha ko'rinishi 4 tonna ortsalar ham nagruzka tushmaydi. Mana balondan ham ancha yuqorida joylashgan. Undan tashqari qarang, bu mashina baribir birinchi o'rinda ko'pchilikning xayoliga zapchast bilan servis xizmati keladi-da. Albatta, servis xizmatimiz bor. Bularga 3 yillik 100 ming probeg garantiya beramiz. Motoriga, korobka, zadniy most 3 ta narsasiga garantiya beramiz. Servis xizmatlarimiz bepul. Agar 3 yil ichida garantiyani hech narsa qilmasa, mabodo nimadir bo'lib qoladigan bo'lsa, servisimiz tekinga xizmat ko'rsatadi. Zapchastlardan umuman muammo yo'q. Eski filialimizni bilishadi. Zapchast do'konimiz bor. Xolasalar dostavka qilib beramiz. Xolasalar mana Toshkent Motors jakka kelsalar bemalol zapchastlarimiz bor. Olib ketishlari mumkin. Undan tashqari past tomonda do'stlar bir qator ko'rsatib qo'yaman sizlarga. O'sha muz resurslarini bir qator ko'rib bahosini berasizlar do'stlar. Mijozlarimizga eng qiziq bo'ladigan narsa og'ir yuk ko'tarishi, uzunligi resori bo'ladi. Resori juda ham baquvvat bo'ladi. Qo'sh balon. Mana do'stlar, qo'sh balon. Ikki balon emas. Oldilarini ham bir qator ko'raverasizlar. Xo'p, necha tonna yuk ko'taradi dedik buni? Xo'p, knishkasida 2 tonna yozilgan, lekin bemalol 3,5 tonna ko'taradi. Undan tashqari avtomashinani tashqi dizayniga ham alohida e'tibor berilgan. Albatta. Oldilarini ham ko'rayotgan bo'lsanglar, o'zingizlar do'stlar xulosa qilishlar mumkin. Xo'p, salonlarimiz bitta ko'rsatamiz obunachilarga. Albatta. Bunisi xul shekilli, bunisini ko'rsatamizmi? Bunisi ochiq ekan do'stlar. Ikkalasi bir xil yonma-yon. Bir xil ochiq ekan o'shanisi. Mashinasi. Mana do'stlar, bir xil. Balonlarni ham bitta ko'rib bahosini beringlar. Afshipkalar, linoleumlar hammasi zavodskoy, sidinlarni ham ko'ryapsizlar mana. Soatiga 160 km yuradigan. Benzin rasxod qanaqa buni endi Farzona opa? Xo'p, benzin rasxodda shahar ichiga 7-8 yeydi. Undan ko'p yemaydi. Danniga bo'lsa undan ham kam yeyishadi. Gap yo'q. Assalomu alaykum. Mana mijozlarimizdan o'zi ham kelib qolishdi. Bu bemalol 3 kishi o'tirsa bo'ladi. Masalan, bitta firmadan kelishdi. Nima deydi? Mebel sexidan kelishdi-da, mebel sexiga bilas shofyor azeni ustanovka qiladigan odam bitta ikkita azeni bo'lishi kerak, tushirishga, anaqa taxlashga. O'shaning uchun ikkita ustanovkachi bo'lsa, bitta shofyor bemalol sig'adi. Gap bo'lishi mumkin emas o'zi. 3 kishini o'z bag'riga oladi. Metan propan gaz o'rnatsa bo'ladimi? Bemalol 2 atmosferniy motor, 144 ot kuchiga ega. Atmosferniy metan propan bemalol tushadi. Bu ichida ABS tormoz, pechka, konditsioner bor. Yoz kunida konditsioner ketaverasizlar yengil, qish kunida pechkani yoqib ketaverasiz. Konditsionerlari ham bor. Albatta. Oho, do'stlar, zavodskoy magnitofon pasta, bu tomonda akarim kolonkalari mana ko'rib turganlaridek. Xo'p, akustikasi, xo'p, elektronik ko'tarib tushirgichlar akalarim va orqa tomon bortlari mana. Akamlar ham xudo xolasa ko'ryapti. Chiroyli qilib. Albatta, mana. Xo'p, undan tashqari narxini so'raganlarga avtokreditmi, naqdmi, lizingmi
Shu haqida ma'lumot berib qo'ysangiz. Albatta, avtokreditga ham chiqadi. Boshlang'ich 30% bilan, ya'ni 80 million bilan kelsanglar, pulinglarni naqd qilib 100% qilaman deb o'tirmanglar. 80 million pulinglar bo'lsa, Gentraga yo Cobaltga to'layman deb o'tirmanglar. Mana to'g'ri kelasizlar. Kuniga $50, $100 topadigan mashinamiz. 80 million bilan bir kunda ertalab kelsa ishligi hal bo'lishadi. O'zlari kelsa, yugurini o'zlari qilasiz. Albatta, bankka yordam beramiz. Faqat kelib pulini to'lashadi, mashinani olib chiqib ketishadi. Naqd oladigan bo'lsa, qisqa muddatda olib ketsa kerak. Albatta, naqd bo'lsa yarim soatda shot spravka bilan primo nomerlarga o'tkazib beramiz. Shot spravka bilan do'stlar nomerlarga mashina chiqadi. Nomer olsa bo'ldi. Keyin buni masalan 3 xil variantidan bor. Mana o'zimizning furgon variantidan bor. Xo'p, Furgon hamda tentovka variantidan ham bor. Promtovarni ortaman, masalan, pampers, sut mahsulotlari ortaman degan akalarga mana promtovarni tentovka bo'ladigan bo'lsa, tentovkani ham topib beramiz. Gap yo'q. Buni narxi qancha? Xo'p, buni narxi 275 million. 275 million. Zavodskoy o'zi qilingan, tayyor. Eshiklari ham bor. Buni uzunligi ichini anaqadan uzunligi 1.80 bo'ladi. Poldan patologgacha Patologgacha. 1.80 bo'ladi do'stlar balandligi. Va past tomonni ham e'tibor bergan bo'lsangiz do'stlar, xohlasanglar kichkinaroq razmerda va kattaroq razmerda zapas ballonlari bor. Oldiga kattaroq ketadi, orqaga do'stlar kichkina qo'sh ballon bo'lgani uchun zapaskalari hammasini nima qilgan do'stlar, o'ylab chiroyli qilib ta'minlagan. Va mana sizlarga birkalarni ham bir qator qo'yinglar do'stlar. Сделано в O'zbekiston. O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgani uchun zapchasidan, servis xizmatidan umuman muammosi yo'q. To'g'rimi? Joniki kepsiz bitta mana yangi G3 degan jack, yana refrigerator mashinamizni ham bitta obzorini qilib o'taylik. Xo'p. Masalan, mahsulotim anaqa bo'lib qoladi deganlarga xalazinli mashina trichini firmalarga mana tayyor olib kelib qo'yganmiz. Bu yerga yoz kelyapti-da. Albatta. Yozda do'stlar, yoz kelyapti, achib qolmasin, hidlanib qolmasin deganlarga xaladenli mashinalarimiz ham bor. Buni ochqichlari qanaqa endi Farzon opa? Xo'p, mana ochaman. Mana do'stlar. Ko'ringlarchi, bir qator. Ochildimi? Bunisi bo'lsa kerak menimcha pulti. Ha, unisimi? Yo'q, bunisi ham qulfagan. Ha, u boshqa mashina ekan. Kelsa, xudo xolasa, bularning hammasini test drive'ini ko'rsatib, albatta test drive qilib ko'rsatamiz. Mana xolodilnik, promtovarsa promtovarni, barcha o'zi hammasida mavjud. Jak rasmiy dilleriga kelishadi. Manzilni o'zimizga aytsa, lokatsiya tashlab beramiz. Boshqa nomer qoldiramiz. Agar nima deydi, savolinglar qolib ketayotgan bo'lsa, nimadir bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Farzon ismim. Gap yo'q. Manzilni bir qator o'zi aytib qo'ying endi, ko'rmoqchi bo'lgan birodarlar. Manzilda xo'p, Qumaru mostidan tushirishda, Qo'yliq tarafga qarab keturishda, mostdan tushgandan keyin birinchi emas, ikkinchi svetoforni shunday yonginasida joylashganmiz. Ikkinchi svetofordan razvorit qilishadi. Mahmudjon kanalining obunachilariga narxlarini chiroyli qilib kelishtirib beramiz. Albatta, chiroyli qilib kelishtirib beramiz. Bemalol aloqaga chiqinglar. Bundan keyin baribir sezon, xudo xolasa, soqqan qilishaveradi. Qilish kerak. Do'stlar, bortli, tentli, furgon hammasidan bor. Sizlarga ko'rsatamizdik, 1 soatdan vaqtimiz ketib qoladi. Undan ko'ra to'liq ma'lumot pastda nomerlar qoldirilgan. Mahmudjon kanalidan desa, bu videomiz nechta like yig'sin endi Farzon aka, shuni ayting. Yig'aversa 2 minut, 3 minut, 4 minut, 5 minut qancha ko'p like bo'lsa, o'rtog'ingizga jo'natib qo'yinglar, tanishinglar, tirikchilar, akalar, qarindoshlar bo'lsa jo'natib qo'yaveringlar. Bemalol kelib mashinani xarid qilsin. O'zingizlar ham xursand bo'lasizlar, biz ham xursand bo'lamiz. Xalqqa xizmat qilaylik. Gap yo'q, tinch bo'ling. Agar bitta klass bosib qo'yish esdan chiqmasin.